Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Xudo xolasa biz ham tabiiy tugatdik. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like deb bosib qo'yinglar, podpiska tashlashni ham unutmanglar. Bir ko'ringlar chiqani yoqqan bo'lsa, Xudo xolasa kamko'stlari bo'lsa kommentariy yozaverasizlar. Chaklarni chakiga to'g'ri keltirib qo'yganmiz qo'ldan kelgancha. Baho beraverasizlar. Uylarimiz ham juda chiroyli tushgan, figurali burchak. Fasoni mesela shu yumaloq karniz, navoiy karniz har doimgidek hozirgi trend bo'layotgan o'rtacha holatdagi shapkalar. Mana bu holati obyektimiz yonboshlaridan ko'rinishi. Ko'rsataman, xudo xolasa qo'ldan kelgancha bir-biriga chaklari ham bir-biriga tushgan, to'g'ri qilib qo'ldan kelgancha e'tirof ko'rasizlar. Burchaklarimiz ham albatta juda ko'p. Bu yerni bitirib olish ham oson bo'lmadi, o'ziga yarasha mehnati bo'ldi albatta. Uyimiz aylanpasiga polniy tunkafon qilindi. Hozir orqa taraflarini ham ko'rsataman. Mana orqa tarafdan ko'rinish. Nima deysizlar, kommentariyga yozinglar endi yoqqan bo'lsa. Mabodo kimgadir yoqqan bo'lsa ishimiz, nomerlarimiz bor. Agar живой ko'rib ketaman deganlar bo'lsa, adresimiz Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rmonbek qishlog'ida. Mana bunaqa suv turba yo'llarini ham qo'yamiz. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bir xilda uklonlarini joy-joyiga qo'yib qo'ydik.